Hayotimizda uchrab turadigan muammolarni asosiy nuqtalaridan bittasi bu baraka talab emas, balki rizq talab bo'layotganligimizda. Ba'zi insonlarga ko'zingiz tushadi. Qay holatda bo'lsa ham foydasini ko'rsa, qo'liga tushadigan moddiy mablag'larni ko'paytirsa bo'ldi. Aslida bunaqa insonlar, bunaqa moddiy mablag'larigina bor insonlar boy hisoblanmaydi. Asl boy insonlar hayotida barakasi bor insonlar. Balki bu inson o'rtamiyona, o'rta hol hayot kechiradigan insonlardir. Mana shu insonlarning hayotida barakani borligi ayni boylik hisoblanadi. Muammolarni asosiy sababi baraka talab emas, balki rizq talabligimizda. Yoshligimizdan ko'p eshitgan maqollarimiz, o'sha keksalarimiz, ulug'larimiz o'gitlaridan oltin olma duo ol degan bir maqollarni aytishardi-da. Aynan juda ko'p o'rinlarda bir insonga xizmat qildingizmi, ba'zi o'rinlarda pulni o'rniga duo olishlikni, pulni o'rniga rahmat, tashakkurlar eshitishlikni ham hayotimizda tatbiq qilishlikni boshlasak, albatta biz ham rizq egasi, ham baraka egasi bo'lamiz. Rizq talab insonlar faqatgina rizqiga erishishi mumkin, lekin baraka talab insonlar ham rizqiga, ham barakasiga erishadi.